Assalomu alaykum, Xormay aka. Salomat bo'ling. Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat, sog'ligingiz yaxshi. Aka, bir ikkita bo'sh qabrlaringiz bormi? Bor. Tinchlikmi o'zi? Bir ikkita bo'sh qabrni nima qilasiz? Bir ikkita soxta tanishlarimni ko'mgani. Do'stim, soxta yaqinlarimga deng. Ularga qabr shart emas. Qiblaga qarab janozasini o'qib qo'yaverasiz. Agar ishi tushsa bo'lar muloyim, mening ishim tushsa yuz burar doim. Joyingiz jannatdan bo'lsin iloyim, meni sindirmoqchi bo'lgan kimsalar.